Assalomu alaykum hammaga. Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib Telegram bot orqali mutlaqo sarmoyasiz pul ishlab borishga harakat qilamiz. Undan oldin o'rtoqlar biz mana bu videomizni qolipini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar o'rtoqlar biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazyapmiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanalini qanday topasizlar o'rtoqlar? Telegram kanali mana buni ustiga bossanglar, mana bu yerga o'rtoqlar Telegram kanalim deb linkini qo'yib qo'yganman o'rtoqlar. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha o'rtoqlar 78 ta obunachi. Davayt o'rtoqlar bugun o'zi 100 tadan o'tkazamiz o'rtoqlar. Podishka qilasizlar degan umiddaman. Xo'p o'rtoqlar, videoni cho'zib o'tirmasdan mana bu videomizning g'olibini tezroq aniqlab olamiz o'rtoqlar. Linkini salam qilamiz videoni. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Xo'p, bu yerdan davom etish. Bu yerdan winner ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p o'rtoqlar, o'zimiz chiqib qoldik. Qaytadan yana winner ustiga bosamiz. G'olib o'rtoqlar, mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyushlarini payr hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p jigarlar, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda o'rtoqlar mana shu Ton Mine bot orqali pul ishlab borishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Qani bot to'laydimi, to'lamaydimi, shuni tekshiramiz. Xo'p, botga kirasizlar. Bot silkasi Telegram kanalida bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, mana bu yerda ton yig'ib bormoqda o'rtoqlar. Mana 5 tonimiz bor. Bu yerdan olish degan tuman ustiga bosib qo'ysanglar. Xo'p, mana bizning asosiy balansimizga kelib qo'shiladi. Mana bu yerda ton, o'sha 5 ton yig'ildi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar biza botning o'zini mana bu ton miner mashinalarini sotib olib ham biz botda pul ishlab borsaylik bo'lar ekan. Eng arzon mashinaning narxi o'rtoqlar 0.5 ton turar ekan. Xo'p, mana bu mashina esa o'rtoqlar 1 ton turar ekan. 3-qatordagi mashinalar esa o'rtoqlar 5 tondan turar ekan. Oxirgi qatordagi mashinalar o'rtoqlar 10 ton va 50 ton turar ekan o'rtoqlar. Xo'p, pastroqqa tushsanglar mana bu yerda ham reklamalar ko'rib, kanallarga obuna bo'lib, like bosib o'rtoqlar bemalol tonlarni ishlab olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, pastroqqa tushsanglar bu yerda o'rtoqlar homiylar va hamkorlar. Bu yerda Instagram, Telegram, WhatsApp va boshqa ijtimoiy tarmoqlari mavjud ekan o'rtoqlar. Endi hammaga qiziq bo'lgan joyi qanday qilib pul yutishamiz o'rtoqlar. Bu yerdan mana bu hamyonchani ustiga bosib qoldirasizlar. Mana o'rtoqlar, bizning hozir balansimizda 5 ton bor. Bu o'rtoqlar dollarda hisoblaganda 16 dollarga teng bo'lar ekan. Lekin buni hammasini chiqarib bo'lmaydi. Hozir minimalkasini ko'ramiz o'rtoqlar. Naqd pul olish degan tuman ustiga bosamiz. Undan oldin mana bu yerda qabul qiluvchi hamyonni sizlar ulab olasizlar o'rtoqlar. Menda hozir ulamaydi, chunki men ulab bo'lganman. Shuni bosganlaringizda sizlarga Telegram walletga ulaymi, MyTon ulaymi yo Tonkeeper ulaymi, shunday so'raydi. Xohlaganlaringizni ulab qo'yasizlar. Xo'p, bu yerdan naqd olish degan tuman ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bu yerdan hammasini kiritamiz, chunki minimum miqdor o'rtoqlar bu yerda hozir 0.06 ton ko'rsatyapti o'rtoqlar. Hozir yuborishni bosib ko'ramiz. Xo'p, ozroq kutamiz. Qani yuborilgan imkon qadar tezroq ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Mana ko'rib chiqilmoqda deb yozib qo'yibdi. Xo'p, naqd pulni yana olsaylik, mana minimum miqdor hammasi. Xo'p, yetarli miqdor emas sizda. Tak. Bu yerda o'rtoqlar hozir biz 300 ton yig'ishimiz kerak. 300 ton yiqqanimizdan keyin qanchadir ton bo'lar ekan, ya'ni pul chiqarib olish uchun qanchadir ton berar ekan o'rtoqlar. Menimcha hozir tushunishim bo'yicha shunday. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar lekin 0.06 ton ko'rib chiqilmoqda deb turibdi. Xo'p, biz hozir o'rtoqlar 300 ton yiqqanimizdan so'ng tak qanchasini chiqarib olsaylik bo'ladi. Tak, miqdorni yuborib ko'rsaylik. Xo'p, mana buni hozir 5 ton kiritib ko'ramiz o'rtoqlar bu yerga. Xo'p, botda kim ishlayotgan bo'lsa o'rtoqlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Balkim biza qanday qilib pul chiqarishni bilmayotgan bo'lishimiz mumkin o'rtoqlar. Lekin juda kam o'rtoqlar pul ishlash. Vaqtlaringni olib qo'yadi o'rtoqlar. Bu botda pul ishlamaganlaring yaxshi. Xo'p o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Boshqa proyektlar, boshqa botlar, boshqa saytlarni hammasini o'rtoqlar faqatgina Special Money YouTube kanali va Telegram kanalidan topishlaring mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Ikkala ham kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p o'rtoqlar, men sizlarga o'zimda Telegram kanalini tanishtirib o'taman o'rtoqlar. Special Money Telegram kanali hisoblanadi. Bu kanalga ham o'rtoqlar tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalga o'rtoqlar hozir chiqayotgan yangi saytlar, yangi programmalar, yangi botlarni hammasini o'rtoqlar men mana shu Telegram kanalimizga tashlab bormoqdaman o'rtoqlar. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar.
O'sha ortiqcha mana reaksiyalardan bilsanglar bo'ladi, kanal juda ham aktiv, tezda o'tib obuna bo'lib qo'yish kerak bo'ldi. Xo'p, Telegram kanal silkasi video kommentariyasida va YouTube kanalimizning biosida bo'ladi. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.